Qayerma? Qayerma? Bu yoq menga qara. Assalomu alaykum palonlar. Yurtimizning mashhur palonlari. Muxlislari, ertaga 21-mart kuni Samarqand viloyati Pazdarg'om tumani Yakkaxayrag'och qishlog'ida Navruz sayil kurashi ertaga bo'ladi. 21-mart kuni. Shunga hamma palonlarimizni Yakkaxayrag'ochning markaziy studiyasiga chorlaymiz. Mana katta jonliqlarimizdan mana 3 ho'kiz, 1 toy, 1 tuya, 10 ga yaqin mayjonligimiz bor. 50 million pulimiz bor, 50 million pulimiz bor. To'g'risini aytasiz bizlar, realni bo'ladigan narsalar. Yana ertaga qo'shonlar kelyapti, to'yonalar bor. Xayrag'ochni nasibda ertaga mana shu bosh homiysi 87-yilda tug'ilgan ukalarimiz, yana 20 ta sinf sponsor bizlar elimiz hammamiz xudolasa ertaga 21-mart kuni Navruz saylini kurashini zo'r qilamiz. Bomba qilamiz. Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand, Buxoro, Jizzax qo'shni davlatlarning palonlarini nasibda chaqiramiz. Bemalol hech kimni norozi qilmaymiz. Kurash nasibda bomba bo'ladi. Hech kimni xabar qilmaymiz. Zo'r formidagi jigit palonlar kelib olishaversin. Rahmat, ertaga kutamiz hammalarni. Ertaga kutamiz, hammasi palonlar kelsin.